Mehmon bor deyishdi. Ha. Mehmon kim mehmon qizlar? Ajoyib mehmonimiz hozirgi kunda barcha insonlar uchun kerakli bo'lgan inson, targitolog va tadbirkor Hoji Akbarni taklif qilsak. Nima to'liq? Targitolog, qani Doktormi? tadbirkor? Yo'q, mana shu savolga hozir bilib olamiz. Doktor emas. Kosmetolog bor. Musiqalar bilan. Ha. Qani keling uka. Alaykum assalom. Yaxshi yozma. Charchabasiz. Ismlari nima edi? Hoji Akbar. Hoji Akbar. Assalomu alaykum. Hoji Akbar. Keling. Marhamat. Qani? Rahmat. Xush kelibsiz endi. Hoji Akbar aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Hoji Akbar. yaxshimisizlar? Targitolog hamda tadbirkor. Hozirgi kunda Shukur aka tushunmadim. Nimaga targitolog? Kosmetologni eshitganman. Men shuni aytmoqchi edim mana. Я знаю косметолога, уролог, косметолог, уролог, гинеколог, проктолог, таргетолог. Bu ham vrach soha, vrachmisiz? Посмотрите, в какую линию поставили. Tadbirkorlik. Targetolog nima? Targetolog doktormi ham, vrach nima degani bu? Men to'g'risi aytaman, ochig'ini aytaman, yoshda tushunadi. Biz endi hali o'zimizdan yoshmiz, lekin tushunmaymiz-da. Nima targetolog bu? Targetolog bu marketing sohasini mutaxassisi bo'lib, Aha. targeting nima uchun kerak o'zi, bu nima? Birinchi tushuntirib o'tib ketay shuni. Agar siz biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilib, ko'proq klient olib kelmoqchi bo'lsangiz, brendingizni tanitmoqchi bo'lsangiz, siz targetologga, shu targetologdan murojaat qilasiz. Da, shu targetologdan beradi. U shu ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, Facebookda, internetda reklama qilib beradi. Sizni Ha, biznesingizni. tarqatar ekanda. Da. Tarqatolog-da. Mana Shukur aka. Targetolog emas, tarqatolog deyiladi. O'rtoqlar, bugundan boshlab bularning ismini to'g'ri aytib chaqiringlar. Bular targetolog emas, tarqatolog bular. Tarqatolog. Tarqatadi bular. Kelinadi, mana Abjaborga iltimos qildi, nima edi? Hoji Akbar. Buzurkajon. Hoji Akbar iltimos, Hoji Akbar. Mana shuni joyim bor meni. Parkmarkasiga ochdim. Yoki kosmetologiya ochdim. Yoki kafe, biror bir ovqatdan shoxobchasi ochdim. Tarqatib ber deyiladi. To'g'rimi o'sha targetolog? Shuning uchun sizlarning ismingiz sohira tarqatolog. Yana ruschalar, yevropcha chiroyli bo'lsin, targetolog desa ham g'alati, o'zbekchasi zo'r chiqadi-da, tarqatolog. Mana Tarqat hozir deydi. reklama paytida gaplashib o'tdik-ku. Misol uchun targitolog nima o'zi? Nima biz uchun ham qiziq bo'ldi baribir. Misol uchun Instagram sahifalarida bilamizki, istoriyalar o'sha lavhalarni ko'rayotganimizda o'zidan o'zi biror bir tanish insonlar, ovqatdan shoxobchalari, salonlar, misol uchun har xil reklamalar chiqib qoladi. Qayerdan paydo bo'ldi? Men podpiska qilmaganman, men obuna bo'lmaganman deb o'ylaymiz, lekin mana shu targitolog holatda targitologlar yordam bergan bo'ladi mana shu insonlarga biznesini rivojlantirish uchun, o'sha tadbirkorligini rivojlantirish uchun albatta. To'g'rimi? Targetolog, Карина. Да. Таргетолога вот. Ну, Объясни, пожалуйста, если... только что же Дельфузочка объяснила Да. то, что я говорила во время рекламы. Реклама? Да, это когда мы открываем какой-либо бизнес, мы обращаемся к кому? В первую очередь, именно к таргетологу мы обращаемся, чтобы раскрутить этот бизнес, потому что нам нужны клиенты. Это неважно, салон красоты, это ресторан, магазин, это какой-то, вещей, продуктовый магазин. В общем, неважно, любой бизнес, который нам надо раскрутить и найти нашего покупателя и наших клиентов, мы обращаемся к таргетологу. Вернемся к таргетологу. К нашему таргетологу. Таргетолог, marhamat, Я хочу сказать... Men hech qanaqa savol javoblarga yo'qman. Sizlar bemalol o'zingiz suhbat qilib. Xo'p bo'ladi. Хоп. Я хочу сказать, что это очень востребованная профессия, вообще в наше время, потому что многое, что сейчас происходит в интернете. Ну, расскажите, сколько вы зарабатываете? Ha, mana shu savolni aytmoqchi edim, Hoji Akbar aka. Mana shu sohadan qancha daromad topish mumkin? Yurtdoshlarimizga ham juda qiziq, chunki uyda o'tirgan holatda baribir internet hozir juda katta rivojlangan. Shuning uchun yurtdoshlarimizga qiziq. Rost akasam ishonib bo'ladimi, yo'qmi mana shu narsalarga? Daromad topish mumkinmi? Sizni targetolog, men boshqa narsalarga aralashmoqchi emasman, faqatgina targetolog holatidagi targetolog sohasiga kelib chiqqan holatda aytmoqchiman. Qanday qilib pul topish mumkin? Aha, значит, targetolog biznes bilan boshlayotganda hamkorligini ular kelishib olishadi. Ya'ni bitta proyektga, bitta biznesni yurg'izishga 1 million so'mdan 5 million so'mgacha kelishib olishadi. Nimaga 1 million so'mdan 5 million so'mgacha desangiz, chunki har bitta proyektda reklamni byudjet degan narsa bor. Ya'ni bir xil korxonalar o'zini biznesiga 15 million so'm tikishga tayyor reklamasiga, bir xil korxonalar 3-4 million so'm tikishga tayyor. Ya'ni shundan где-то общий byudjetdan 20-30% siz o'zingizga olasiz.
Daromad xizmatingiz ishlab uchun, olasiz. да, daromad ishlab Заработать. olasiz, да. Ну да, на самом деле это действительно сейчас очень востребованная профессия. Многие обращаются, многие, кто открывают бизнес, и в принципе это очень удобно, когда ты работаешь сам на себя, правильно? Или есть какая-то компания, где вы работаете? O'zbekchaga o'giradigan bo'lsam, bularning savollarini, ya'ni siz o'zingiz uchun ishlaysizmi yoki qaysidir korxonada ishlaysizmi deb savol beryaptilar. Значит, buni yo'llari ko'p. Misol uchun siz shaxsni ham продвигать qila olasiz, reklama qila olasiz, doktor, misol uchun korxonani ham reklama qila olasiz yoki ishga ham kira olasiz. Yo'llari ko'p. Distansiyon ham xizmat ko'rsata olasiz. Ko'proq albatta siz aytganda distansiyon xizmat ko'rsatish, ya'ni siz qaysidir biznes yoki shaxs bilan gaplashib, uni distansiyon ravishda xizmat ko'rsatasiz. Xo'p, Hoji akbar aka, yana bir savolim bor. Mana shu reklama, shu Instagram ijtimoiy tarmoqlarda aylanadigan reklama qancha muddatgacha aylanadi? Qancha holatgacha? Misol uchun bir kungami yo bir hafta yo bir oyga cho'z beriladimi? Misol uchun shu daromadi ichiga pul yo faqatgina bir martaga shunaqa summa, shunaqa pul aylanadimi? Aha. Juda ham to'g'ri savol. Ko'plar shu savolni beradi. Targetingga qiziqqan. Ya'ni bu o'zingizga bog'liq. O'rtacha $1 ga 500 tadan 1000 tagacha odam ko'radi $1 ga. Ya'ni misol uchun siz bir kunda $100 ishlatishingiz mumkin reklamaga yoki masalan bir oy davomida 30 kun davomida $5 dan ishlatishingiz mumkin, $10 dan ishlatishingiz mumkin, $100 dan ishlatishingiz mumkin. Ya'ni siz o'zingizdan kelib chiqqan holda reklamaga pul tikasiz. Да, мы говорим это в долларах, потому что расчет в соцсетях происходит именно в этой денежной единице. Daromadga kelib taqaladi baribir, chunki hozirgi kunda reklama avjga chiqqan. Reklamasiz baribir ishni yaxshi uddalay olmaymiz deb o'ylaymiz. Misol uchun men hozir do'kon ochadigan bo'lsam ham targetologga murojaat qilishim kerak, chunki baribir har bir insonni Instagram sahifasiga qo'yib menga reklama qilib ber deganimdan ko'ra, menga targetolog yordam bergani ma'qulroq. Да, а можно пойти обучиться на таргетолога, поэтому вот. O'qish holatiga. Да, вот сколько uchun. надо учиться на таргетолога, и, ну и вообще, какое образование нужно иметь до этого? Yaxshi savol. Значит, targetolog bo'lish uchun bor yo'g'i 1,5 oy, 2 oy o'qisangiz yetadi. Значит, mana ham o'zim o'quvchi. Подождите, я хочу спросить, сколько надо учиться, чтобы стать хорошим таргетологом? Ha, yaxshiroq sizga o'xshagan holatdagi targetolog bo'lish uchun. Значит, birinchi o'rinda, ya'ni siz teoriyani aytaylik 1,5 oyda, 2 oyda to'liq o'rganib, уже u yog'iga praktika. Ya'ni shu targetologga qanchalik tajribaliroq bo'lsa, qanchalik ko'proq proyekt qilgan bo'lsa, shunchalik ko'proq daromad oshib ketaveradi. Shunga, ya'ni 1,5 oy, 2 oy yetadi o'qish uchun. Уже u yog'i tajribangizga bog'liq. Qanchalik ko'p proyekt qilsangiz, shunchalik o'qib ketaveradi. Misol uchun, meni o'zim shogirdlarim bor. 15 yoshli bolalar ham Targetolog holatda. Da, targetolog bo'lib 4 million so'm, 5 million so'm daromad topib yurishibdi. Maktab bolalari. 4 yil bo'libdi. Targetolog bilan, tarqatolog bilan. O'zim marketing sohasida 4 yildan beri ishlayman. Targetolog sifatida 2 yildan beri faoliyat yuritaman. Westminster universitetini bitirganman. Necha yosh bo'lding hozir? 23 yoshman. 23. 23. Juda chiroyli. Shogirdlikka ola olasizmi? Ko'ringlar, davom ettiring, juda mazam bo'lmayapman. Misol uchun hech qanaqa biznes bilan shug'ullanmayotgan insonlar, hech qanday bir Instagramga qiziqmaydigan insonlarni ham mana shunga jamlantirib shogirdlikka olib o'zingiz yo'nalish ko'rsata olasizmi? Albatta, shunaqa o'quvchilarimiz ham bor, ya'ni noldan kelgan, faqat ular sal ko'proq o'qish kerak bo'ladi va ozgina kompyuterni gрамотность degan tushuncha bor, kompyuterni tushunish kerak. Demak, baribir kompyuter kerak. Kompyuterni tushunish kerak. Albatta, kompyuter tushunish kerak, да. Да, и компьютер надо понимать, да и вообще много что. Насколько я знаю, психологию людей надо понимать тоже, потому что я так понимаю, что человек работал до этого маркетологом, а маркетолога это тоже специфика профессии тоже присутствует здесь. Расскажите об этом. Albatta. Да, о профессии Marketing haqida маркетолога. gapiradigan bo'lsak, значит, siz bozorni o'rganishingiz kerak, auditoriya, ya'ni o'sha klientlaringiz ular nima xohlashyapti, ularga yoqadigan reklamalar chiqarishingiz kerak, ya'ni ularga qiziq bo'ladigan reklamalar chiqarish kerak. Ya'ni bu yerda faqatgina qaysidir knopkalarni bosib reklamani yoqib yubordi bo'ldi emas. Ya'ni bu yerda bozorni o'rganib, masalan, klinikaga kim keladi, ularga nima kerak, nimaga aynan sizni klinikangizga kelish kerak bu odam, shuncha klinika turganda buni o'rganib, o'sha biznes bilan hamkorlik qilgan holda Sharhga minnatdorchilik bildiryapti, chunki ko'pchilik insonga targetolog nima ekanligi qiziq bo'lgan ekan, chunki baribir Instagram sahifasida ko'rganimizdan keyin tushunmagan holatda bo'lardik. Qayerdan bu, qanaqa reklama qilsa bo'ladi, qayerga murojaat qilsa bo'ladi, sizga qanaqa qilib murojaat qilsak bo'ladi. Misol uchun, qayerdan sizni topsak bo'ladi. Targetolog holatlarida, targetologlar menimcha hozirgi ko'p, to'g'rimi? Hoji akbar aka, targetolog faqat cheklangan insonlar emas, menimcha ko'payib ketishdi.
Bu soha borgan sari rivojlanib ketyapti, lekin men aytaman, to что ular aholiga qaraganda ko'p emas. Misol keltiraman, O'zbekistonda 35 million aholi bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlardan bor yo'g'i 6 million 600 tadan foydalanadi. Ya'ni, misol uchun Qozog'iston, Turkiyada, ya'ni 80% aholi ijtimoiy tarmoqlardan foydalansa, bizda bu ko'rsatkich juda ham kam. Ya'ni yana hali 26 million, 30 million odam ijtimoiy tarmoqlarga kiradi. Kutilyapti bu. 4-5 barobar ko'proq bo'ladi. Vaqt o'tgan sari. O'shanga hozir targetologlar kam deb o'ylayman. Tajribalar undan ham kam, lekin yil sayin bu sohaga talab ko'payib ketayotganligi uchun, ya'ni men o'ylayman, 1-2 yildan keyin o'sha bu kasb ommaboplashadi. Sir bo'lmasa shogirdlaringiz nechta? Hozir shogirdlarim umuman marketing haqida gaplashadigan bo'lsa 250 dan ortiq shogirdlarim bor. 250 dan ortiq shogird. Demak, targetologlar ko'p. Да, и маркетолог много. Нет, главное, чтобы были хорошие. Главное, главное, чтобы были профессионалы своего дела. Вот этому надо, конечно, обучаться однозначно, и чтобы добросовестно работали. Это первый момент. А второй момент, вот мы сейчас во время рекламы говорили о фрилансерах. Расскажите, кто такие фрилансеры и, Masofaviy, albatta. Da, bu distansion xizmat ko'rsatish frilanserlikka kiradi. Agar siz tarjimon bo'lsangiz ham, ishga bormasdan turib o'zingiz uyingizda yoki boshqa joyda distansion xizmat ko'rsatsangiz, bu frilanserlik hisoblanadi. Shuning uchun juda chiroyli suhbat qurdik. Menimcha, Karina, savollar bormi yana yoki bo'ladigan bo'lsa, ko'payaveradi savol-javoblar. Rahmat, Hojat Baraka. Да, потому что это очень актуальная Что тема, у тебя осталось внутри? это очень Я всегда интересная это говорил, тема. Dilshod bechara, senga sallagi vaqt so'z ham bermaydi, men bemalol gapirib olaring. Rahmat. Dardingni ayt deyman. Ayt, mana tarqatolog. Baraka top, Hoji Akbar. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi, oyliging ham yaxshi ekan, o'zing ham yaxshi ekansan. Я хочу Что, сказать, Карин, да, что это очень хорошая профессия, что стоит обучаться, что во всем мире, как он уже сказал, что достаточно много людей работают и работают дистанционно. То есть можно, находясь где-то в другой стране, далеко от дома, или просто сидя дома, зарабатывать неплохие деньги. Конечно, лучше это. Сидишь дома, приходит 30 миллионов, 60 миллионов. Ну, нет, это тоже работа и достаточно сложная работа. То есть к этому тоже должен быть определенный талант и определенный дар. Ну и, конечно же, определенный багаж знаний. Ну вот за багажом знаний, вот, пожалуйста. Albatta. Ходжи Акбар, огромное вам спасибо за то, что вы к нам Rahmat пришли. deb qolamiz, albatta. Kasbkoring Alloh baraka bersin ukam. Sog' bo'lgin. Shu tarqatologiya bilan shug'ullanayotgan ekansan. Ilohim shu tarqatalogiyani tarqab ketsa hamma yoqqa. Sen uchun bitta sen uchun. Mana shu ukamiz uchun bitta raqs qo'yib beraylik tarqatalogiyaga bas. Juda yaxshi bo'lardi. Qani kelaylik qizlar, bizani Oqqo'rg'onlik qizlarimiz, bizani viloyat bosqichiga chiqishdi bular raqs bo'yicha.